alaykum ojon. Va alaykum assalom. Yaxshilamadingizmi? Rahmat. O'zinglar chiqalay, yaxshilamadingizmi? Yaxshi, rahmat. Ha, nima bo'ldi, tinchlikmi? Ojon, ozgina kirib dam olib chiqsam maylimi? Kechasi bilan uxlolmadim-da, yomon mazam bo'lmadi. Issig'im 39 bo'lib ketdi-da, 39 dan tushmadi ojon. Nima, dori yo'q ekan, ichmadingizmi dorilar? Oshxonaga chiqib aptechkani qarasam, parasetamol ham, ibuklin ham qolmabdi-da. Doktorga olib boramizmi, Muxlisa? Olib boraymi? Yo'q, ko'rsatib kelamiz. Men birpasdan Ha, olay. bo'pti. Hozir beraman. Dam solyapmiz. Hozir. Menga qara. Bitta issiq chiqqaning dori olib Menga qara, issig'i chiqsa, ne, bitta dori emas, qarash kerak. Balkim tomoqlari og'riyotgandir. Senga sog'lig'i Muzimiz ichganda, muzimiz ichish kerak emas. Dilmurod, ne olib kelib bermading dorini? Kechqurun. Tur hozir tez choy ichmasdan turib, tez borib dorini olib keyin choy ichamiz. Ha. Sog'i ham, kasali ham, babi qarash seni vazifang shu. Quloqing bilan eshitib olgan, bu holat qaytarilmasin ikkinchi. Eshitdingmi? Eshitdim mana, xo'p. Ha, bo'pti. Nimaga kasal bo'lganda ham, sog' bo'lganda ham ahamiyat bergan har doim, xo'pmi? Adilmurod, ketishingdan oldin shunday kirib Muxlisadan so'rab ketgan, nima yegalari kelayotgan bo'lsa, issig'i chiqqanda odam qo'yniga hech narsa yoqmaydi. Nimadir tusayotgan bo'lsa, yegalari kelayotgan bo'lsa, olib kela qolasan birato'la yo'ldan. Xo'p, kirib shunday so'rab ket. Bo'pti. Ha, bo'pti, yaxshi borib kel.